Assalomu alaykum bizning ijtimoiy tarmoqda kuzatib boruvchi aziz obunachilarimiz. Mana biz yana bugun o'z ish faoliyatimizga qaytdik. Joylashgan joyimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahri. Ish jarayonimizdan lavhalarni ko'rib boraverasizlar. Qadrdonlar, xudo xolasa Rustam akamlar proyektiga keldik. Materiallarni ozroq yozdik. Kayfiyat uchun oshnamiz boshida salomlashdilar. Hali videolarimizni ko'pida aytib turardilar. Dilshod oshna ashna qilib tez gapirsang, baribir hammani o'zining yo'nalishi bo'ladi-yu. Biz boshida faqat o'zimiz bilan salomlashib chiqamiz. Bundan oldingi videoda, lekin video davomida deb qo'ydik ashnaqa. Sen o'zingga mashna qilib olgin, boshini salomlashib tez gapirib olgin, yaxshi chiqadi deb aytardilar. Bugungi videoni boshida ko'rsatib berdilar. Qadrdonlar, Rustam akamlarning oldiga xudo xolasa xizmatga kelib qarashib qo'yapmiz. Pastiga materiallarimizni yozib, tom yaxshi, bu tarafi ozroq balandroq ekan, bu tarafi nisbatan past. Ustakalarimiz ozgina qiynalishadi. Qadrdon, obunachilarimiz bilan salomlashib qo'ying. Assalomu alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Like bosib qo'yinglar bittadan hamma. Qadrdonlar, baribir kameraga shuncha videoni ichida ish qilishsa ham kameraga gapirgani ozgina hijolat qilishadi. Hozir mana shu taraflarda qalblarni tomni zardevor ozgina pastroq ekan. Qarasalaring o'zi 4 sm 5 sm atrofida beradi, lekin imkon darajada qalinroq qo'yaylik. Ertadan keyin yillar mobaynida bu joydan foydalanishsin, issiq sovuq o'tmasdan deb. Mana shu ochiq ayvon deyiladi bizda. Mana shu ochiq ayvonni ham chetlariga qalblarni bundoq o'rab, xudo xolasa sinfdoshlarim xizmatdamiz birgalikda. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qadrdonlar, kommentariyalarda o'qiyapmiz. Hammalaringdan minnatdormiz. Mingdan-ming rahmat. Shunchalik bizni kamtarona mehnatimizni, qo'limizdan kelib shunchalik qilgan mehnatimizni shu tarzda taqdirlay turganlaring uchun hammalaringga rahmat. Endi bizdan tashqari qaysidir kommentariyalarda ham aytayapsizlar, sinfdoshlar jamoasi hammalaringga rahmat deb. Shunaqa rahmatlarni yozsalaring minnatdor bo'lardik. Mana shu xizmatdagi oshnalarimga ham duo qilib qo'yasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Video davomiga tezlashtirilgan kadrda musiqalarni qo'yamiz. Ish jarayonimiz qizg'in davom etmoqda. Xudo xolasa bugun chiroyli qilib bu joylarni yakunlab o'z egalariga topshirib ketamiz. Salomat bo'linglar, hojonalar, hojatalar, akalar, opalar, singillar, hammalaringga rahmat. ko'zim aytmoqqa yo'qday
so'zim ololmayin qoldim ko'zim shunchaki ekan udar bir qarab tushdi ko'zim aytmoqqa yo'qday so'zim ololmayin qoldim ko'zim shunchaki ekan udar udar telefoni ham udar mashinasi ham udar gaplari ham udar qaddi qomati udar Poshnasi taqir tuqur malakdayin goho xur taqdirimga ming shukr jilmayishi ham udar poshnasi taqir tuqur malakdayin goho xur taqdirimga ming shukr jilmayishi ham udar telefoni ham udar mashinasi ham udar gaplari ham udar qaddi qomati udar boyvachcha ekan chista borolmayman matizda mashinasi ham udar uchelar qora mersda boyvachcha ekan chista borolmayman matizda mashinasi ham udar Assalomu alaykum, yana bir bor qadrdonlar. Videoda ish jarayonlarini ozgina kamroq qo'ydik. Sababi faqat bitta jarayonni qo'ydik, material mahkamlashini. Sababi yukimiz yetib kelmadi. Hozir bu videoni yakunlaymiz. Keyingi videoda yuk tortish jarayonlari, quygandan keyingi holatlarimizni qo'yamiz. Yukimiz yetib kelmaganligi sababli ustakalarimiz mehnat qilgani kelganmiz deb mana shu joyda o'z mehnatlari bilan Rustamjon akamning proyektlariga hissa qo'shishyapti. Tashqaridagi hojatxonaga, sizlar ko'rgan, bilgan tashqaridagi hojatxonaga shlaka blogini urishyapti. Ha, blokdan apgan do'st. Bu tarafda ham Hofiz akalarimiz qo'shni taraf bilan ajratilgan devorda urishyapti, qadrdonlar. Ish jarayonlari qizg'in. Bu tarafda sinflar qo'yilib, yomg'ir suviga. Kafelkili tortilgan, hozir lazer o'rnatishyapti patologga. Kuzatishda davom etinglar. Bizda endi kuzatishni boshlayotganlarga Xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, har kunlik ish jarayonlarimizdan videolar qo'yib boramiz. Xudo xolasa ko'rib borasizlar. E'tibor uchun rahmat hammaga. Sog' salomat bo'linglar qadrdonlar. Sinfdoshlarim xizmatda. Duo qilib qo'yasizlar ustakalarimizni. Penachilar jamoasi. Dilshodbek penachi. Ukamiz Dilshodbek, penachi ukamiz akalarimiz, ukaxonlarimiz, barcha ko'rib turgan obunachilar, mana Dilshodbek ukamizning kanallariga ham obuna bo'lish, podpiska bosish, layklarni bosish hech qachon esdan chiqmasin. Mana shu pena bo'yicha qanaqangi bir xizmatlar, qanaqangi bir talablar bo'lsa, ukamga bemalol murojaat qilaverasizlar. Aloqa telefon nomerlarini o'sha kanalga qo'yib qo'yishgan. Telefon qilib bemalol gaplashaverasizlar. Qanaqa holatlarda nima qilish kerak? Ukam albatta chiroyli tarzda tushuntirib berishadi. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Yana bir takror aytaman, like bosish, podpiska bo'lish, obuna bo'lish hech qachon esdan chiqmasin. Salomat bo'linglar. Mana shu Dilshodjon ukamizning obunachilari, barchalarga, kuzatib turganlarga, hammalariga rahmat, salomat bo'lishsin, omon bo'lishsin. Rahmat ukajon, sizga ham salomat bo'ling. Allohim umringizga, sizga baraka bersin. Mana shu jamoangiz bilan kelib mana Xudo xolasa chiroyli tarzda mana yakso'nga hissangizni qo'shibsiz. Allohim ajrini ajratsin. Salomat bo'linglar. Rahmat, omon bo'linglar. Qadrdonlar, Xudo xolasa yukimiz ham yetib keldi. Ish jarayonlarini yana boshlaymiz.
Qani ketdik. Biz o'zimiz ishimizga qaytdik. Bir qatorni bitirib qo'yaylik deyishyapti. Mana shu oxirgi g'isht qo'ysa bir qator urishadi. Mana shu joyda yukimiz ozroq kelmay turganda imkon darajada bitirishga harakat qilardik o'zimiz jamoamiz bilan birgalikda. Qadrdonlar, salomat bo'linglar. E'tibor uchun rahmat hammaga.